Hammalariga salom bola, sizlar bilan birga Krika bola tilim sepidan chiqib ketyapti. Buning uchun uzr so'rayman. Bolalar, bugun nima qilamiz desalaring, sizlar bilan birgalikda Короче, ideal uy quramiz. Qana bo'lishini video davomida ko'rasizlar, jonlida quramiz bolalar. Bu birinchi qism bo'ladi. Ikkita qismli qilmoqchiman, uchta qismli yana bilmadim. Agar mana shu qismda o'zida bo'lib ketadigan bo'lsa ham ancha-muncha yaxshi bo'lardi. Bo'lsa men videoni boshladim. Siz esa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Xo'sh, buzilgan ko'prik. Qasr bolalar, buni Короче, ko'rsataman uni ham. Xo'sh. Mashinalardan hozir buzishimiz kerak. Mana. Xo'sh. Mashinada ketaveramiz. Yana biroz. Xo'sh. Endi bu toshlarni ko'ylab, yo'q yetmaydi. Bo'ldi menimcha. Mana mashdan maqa chiqamiz. Xo'sh. Mana endi bunday buzib chiqamiz. Короче, вообще zo'r chiqadi deb o'ylayman bu uyni agar xo'sh do'stlar, agar uy yo'qadigan bo'lsa, nechinchi qismda tugaydi, bitadi bu uy bilmadim. Agar bunaqa uy qurayotganimda xullas yo'qadigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lasiz. Agar yo'qmasa, obuna bo'lmaysiz. Kelishdik. Xo'sh. Toshlar, loylar hammasini qazish vaqt ketadi. Kelinglar, sizlarga qazib bo'lganimdan keyin ko'rsataman. Do'stlar, hozir mana mattiqa bo'ldim. Endi nima blok qo'yapman decha kerak bo'lib qoldi. Xullas, qiyin bo'lyapti decha. Lekin buni oxirini o'ylasam mazza qilyapman. Oxirida qanaqa zo'r bo'lib ketadi-yu. Xohlasa vaqtim zo'r bo'ladi. To'g'ri sakrayotganim. Xo'sh. Hozir suvga tushdim. Vatrda qo'ymoqchi edim. Xo'sh. Ana ancha tekis bo'ldi. Yoki ham mana yana bitta qilaymi? Voy. Sal o'xshamay qoldi-da, nima deysizlar? Xo'sh.
Ana ancha bo'ldi. Endi bir qarasa hozir matang bo'ladi. Xo'sh, buni qanday qilmoqchiman? Aytayman hozir mana. Xo'sh, ana menimcha 3-4ta qism bo'lib kelsa kerak bu. Nimaga aytsalaring, mehnati ko'p hali buni. Xo'sh. Endi mana ko'ylaymiz. Xo'sh, do'stlar, bu yerda ham bitta yaxshi normal qilib ko'ylaganimdan keyin ko'rsataman. Xo'sh, do'stlar, ancha bo'lib qoldi. Ular 2 soatcha pauza qildim, nimalar qilganim qaranglar. Bunday kiradi, mayaqda bunday yursam aka divan o'p qilaman. Proyektini qildim xolos, boshqa hech narsa qurmadim. Ne chiqqanda makka bunaqa qilib qo'ydim. Pechka bilan bersak, lekin mana bu yerda bo'ladi izini. Hozir bir ikkita kamchiliklar bor, shuni sizlar bilan birga to'g'rilaymiz. Mana yerda birinchi bunday qilib olamiz. Keyin mattop tashlaymiz. Matdan olib tashlaymiz aka. Mayliga. Ana. Bolalar endi kirib bundan bunday qilib chaq qatib yasab tashlaymiz. 32 ta yetdi bo'lmasam keyin. Yana qilamiz. Mana 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Xo'sh, endi 2 bo'lsa 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 6 bo'ldi. Xo'sh. Endi bemalol bo'ladi. Xo'sh, men bittan ham bunday qilamiz. Keyin hoppali. Ana. Chiroyli turdi. Voy, bitta bilak qolganda. Mayli. Bu bilakni hozir olib tashlaymiz. Yo'q, yana bitta kirkan bor aytgancha. Kirkajon. Bitta qo'shimcha yasadim. Omadjonlikda ancha qiyin bo'lar ekan. Mana ikki poliz qilamiz. Mana. Yoritdim, kichik poliz bo'ladi bu yerda. Hozircha planlar shu. Boshqacha plan qilganim yo'q hali. Xo'sh, bolalar, bo'lmasam sizlar bilan krika bo'ldi. Kanalimga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Nechta like? 4 ta likedan keyin ikkinchi qism bo'ladi, bolalar. Bo'lmasam 4 ta likedan keyin ikkinchi qism olaman. Sizlar bilan qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Sizlar bilan krika bo'ldi. Hammalaringga xayr.